Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Sizlar Milliy Foral kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Obuna kanalni rivojlantiradi. Gazda sizlarda ham shunaqa muammomi? Mana 53 kun bo'ldi bizga gaz balon kelmaganiga. Mana bugun 6-aprel. Jahlingiz chiqadi. Yuqoridagilar qo'r xalqdan terisiga somon pishirishni biladi. Qaysidir qonunlarda ishlamaydi, qaysidir qonunlar ishlaydi. Yuqoriga chiqsang, yoshxona joyga chiqsang, sen deydi yozuvchisan deydi. Boshqasan deydi. O'zi yozuvchi degan so'zni ma'nosi nimaligini biladimi ekan? Haqiqatni gapirsang yozuvchi, chizuvchisan deydi. Hozir yozuvchini bunday ketganda o'zbekchasi bloger. Sizlarda ham gaz shunday kechib kelyaptimi? 53 kun bo'ldi mana shu bugun bilan gaz kelmaganiga. Har bir oyda 4 kun, 5 kundan kechib kelaversa, tasavvur qiling, o'rta joyda 12 oy bor. 12 oyning orasidagi hammaga ana shunday kechib kelaversa, bir yilda 10 oy hisobida beriladi. Chamachi 10 oy yo 11 oy hisobida. O'rta joyda gazni Qashqadaryo viloyatining gazini kim o'g'irlayapti? Gaz balondagi gazini. Mayli, turbadagi gazini kim o'g'irlayaptini bilmaymiz. Ochiqchasi gaz balonga berilmayotgan gazni kim o'g'irlayapti? Buni bir so'raydigan ega bormi, yo'qmi? Hamma joyda korrupsiya bosib ketdi-ku. Haqiqat xalqni pulini shilish. Mas'uliyati cheklangan jamiyatni o'zi bir tashkil qilinish o'zi xato. Korrupsiya tizimga mas'uliyat cheklangan jamiyatni berib o'tiribmiz. Hammani biladi, korrupsiya bosib ketgan davlat tashkiloti bo'lsa yaxshi emasmidi? Hozir mas'uliyat cheklangan jamiyat hammasi. Hozir nazorat inspeksiyasiga chiqdim, bozor kuni ekan, bozor kuni bo'lsa ham 2 kun oldin meni bitta mashinnik gaz balonini olib ketgandi. To'ldirib kelib beraman aka deb. Lekin qolgan qishloqdagilar hali tengi yo'q. Bitta men blogerman, shuning uchun olib ketdi. Nimaga unday qilding, bunday qilding? Aka dedi, hammanikini to'ldirib kelib beramiz dedi. Gaz balon ham yo'q, u ham yo'q, bu ham yo'q. Hozir yuqoriga chiqib yana qoldirdim. Nahotki bizning mamlakatimiz shunaqa ahmoqona holatlar davom etaversa. Mana ovozi xabardan eshitasizlar. Milliy Foral. Sizlarda nima? Posta bozor kuni ishlamaydimi? U odamlar murojaatnoma qoldiradi-ku, baribir gazsiz qoladi. Gaz balonda ketganiga 53 kun, 2 kun bo'ldi, 53 kun bo'ldi gaz kelmaganiga. Aldab olib yo'q, gaz balon, qaysi gaz balon? Uydikimi? Uydiki. To'latib olib ketgan. To'ldirib beramiz degan shunda? To'ldirib beramiz degan, hozir olib kelib beraman degan, yo'q 2 kundan beri gaz balon ham yo'q. O'zi ham yo'q shundayga. Telefon qilsa telefon chiqib ketganmi? Telefon qilsa telefon ko'tarib, bilmayman, bitta meni o'zimnikini olib ketgan, bilmayman, qolganlarni olganmi yo'qmi, o'zimnikini. 53 kun bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, o'zlaringiz eshitdilaringiz. Ishonch raqami 71 208 1015 ga qoldirilgan. Qashqadaryoga yo'llanasiz. 110 da bossangiz raqamlar tengsiz Qashqadaryoga yo'llanasiz. Mamlakatimiz kuni kimlarga qo'yapti? Mas'uliyati cheklangan jamiyat degani eng katta korrupsiya. Firma, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar. Bular davlatga hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Prezidentimiz aytayapti, bu narsalar xalq uchun xizmat qiladi deyapti. Prezident hamma joy korrupsiya bosib ketdi. Hech qachon o'g'ri xalqqa xizmat qilmaydi. Korrupsiyaga botgan mamlakatni mas'uliyat cheklangan jamiyatlar qilish, bu o'g'ridan bu o'g'riga stolni qayta almashtirib bergan bilan ular xalqqa xizmat qilmaydi. Bu prezident va xalqning dushmani bular. Davlat tashkiloti bo'lish kerak. Elektr energiya, gaz, hamma narsa umuman suv, hamma narsa davlatga bo'lish kerak. Davlat tashkiloti bo'lsa o'g'irlar ko'payib ketadi deysizlar o'rtoqlar. Mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lsa davlat mas'uliyat cheklangan qilyapti jinoyatni deb qutulgandek bo'lyapti-da. Buni o'ylab ko'rish kerak. Hozir odamlarniki o'rta joyda bir oyda, bir yilda 40 kun, 50 kun o'rta joyda yo 60 kun gazini 2 oylik pulini o'g'irlasa, qancha million bo'ladi? Oddiy Qashqadaryo'niki milliard pul bo'lib ketadi. Xalq pulini. Xo'p, buning uchun kim jinoiy ish ochar? Kim? Ega bormi? Kim bor? Ega bormi o'zi? Nima hamma murojaatnoma qiladi, olsa jinoiy ish ochmaydi. Hamma qissasiga tiqish bilan o'ylayapti. Hamma biladi jinoyat bo'layotganini, mahalla ham biladi.
prokuror ham biladi, nachalnik milisiya ham biladi. Lekin hammaning kallasida bitta fikr qolgan. Tamom. Hammasi joyida, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar ishlamayapti. Mas'uliyat cheklangan jamiyat emas, davlat ishlamayapti. Mas'uliyat cheklangan jamiyatga davlat huquq beryapti. O'zidan o'zi foyda bo'lib qolayotgani yo'q. O'rta joyda qaysidir o'g'rilarni boqish uchun xalq yashamaydi-ku. Yuqoridagilar o'ylab ko'ringizlar, bu nima bu ahvol? Hamma joyda bunaqa ahvol bo'lib ketaversa tushunmadim. Men bloger haq huquqni bilib turib shuncha murojaatni yuguryapman. Qolganlar qanday yuguradi tasavvur qilinglar.